Ma'lumki insonni Alloh subhanahu va taolo tabiatan ijtimoiy qilib yaratgan. Ya'ni inson yolg'iz o'zi yashay olmaydi. Balki boshqa insonlar bilan qo'shilib jamoatda yashashga moslangan. İnsanni tabiati, xohish istaklari, ehtiyojlari va boshqa hayotiy omillari jamoatchilik bilan yashashga moslangan. Inson o'zi yolg'iz yashashi imkoni yo'q. Mabodo bir noqulay holatga tushib qolib yolg'iz yashasa ham hech narsasiz, hech qanday taraqqiyotga erishmasdan faqat shu qornini to'yg'izish, o'lib qolmaslikni chorasini ko'rish bilangina yashashi mumkin bo'ladi. Lekin inson o'laroq, Allohning yer yuzidagi xalifasi, o'rinbosari o'laroq bu yer yuzini obod qilib, taraqqiyot, xayr, baraka, yaxshilikka xizmat qilib yashashi uchun jamiyatda yashash kerak. Jamiyatda yashaganda endi o'sha jamiyat a'zolari bilan bordi keldi qilish kerak, oldi berdi qilish kerak, o'zaro aloqalar o'rnatish kerak va bir-biriga xizmat qilish kerak. Ba'zilariga hojati tushsa, ba'zilari hojatini chiqarishi kerak bo'ladi. Ana o'sha ijtimoiy aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yish, ulardan manfaatli foydalanish, birovni haqqini yemaslik, har kim o'zini demak vazifasini ado etib, o'zining insoniyatdagi birodarlarini xizmatidan foydalanib borish ma'nolarini yo'lga solish bo'yicha Alloh subhanahu va taolo o'zini dinida ko'rsatmalarni bergan. Mana shu ko'rsatmalarni siz bilan biz mo'min musulmon bandalar qunt bilan o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz o'zimiz uchun, oilamiz uchun, el yurt, xalq va butun mavjudot uchun foydali bir narsaga aylanadi. Agar o'sha ilohiy ta'limotlar o'rganilmasa, ijtimoiy aloqalarga futur ketadi, birov birovga zulm qiladi, ikkinchisi boshqasini haqqini yeydi, uchinchisi zulm chekadi. Xullas ijtimoiy aloqalar buziladi, jamiyatlar parakanda bo'ladi, ulardan ko'zlangan maqsad oshmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi, oldinga siljish bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda, Rasul akram alayhisolatu vassalom sunnati mutahharada va shariatimizning ahkomlarida mana shu muomalalarni yo'lga qo'yish uchun dunyodagi eng go'zal, eng oliy maqom, eng foydali ta'limotlar kelgan.